bo'ldi. Mana shuni eshitdik, nihoyatda xursand bo'ldik. Albatta bu tayyorliklarning faxri mana shu ibratli oila maqomiga erishish uchun ayol sifatida mana maktabga direktor lavozimida ishlaysiz, rahbar sifatida qanday erishiladi? Yoshlarga masalan ibrat bo'lish uchun masalan oila tinchligi, oilalarda kitobxonlik darajasi qanday? Mana shu haqida ikki og'iz gapirsangiz. Avvalambor bu narsalarga erishish uchun eng avvalo tarbiya juda ham oilada olingan tarbiya katta ahamiyatga ega bo'ladi. Mana shu yoshligimda onam bor edilar, Alloh rahmat qilsin. Shunchalik o'zlari oliy ma'lumot yoki umuman ma'lumotga ega emas ayol edilar-ku, lekin juda ham ta'limni yaxshi ko'rardilar. O'sha o'zlari bilan birgalikda o'qigan oya deyardik, oyalarimiz bor edilar. O'sha kishini uylariga meni ham qo'shib yetardilar. Kichkinagina bolacha edim. Ular bilan birgalikda davrada o'tirib suhbatlar o'tkazishardi. Tarbiya haqida, farzand tarbiyasi haqida yoki kelinlik odobi haqida, yoki qaynonalik ilmi haqida gapirishardi. Men ana shu eslayman. Shundan keyin uyda kelib onam o'zimga ham yana o'rgatardilar. Bolam, mana bunday qilish kerak, qiz bola mana bunaqa bo'lish kerak, hurmat qilib, o'zidan kattalarni hurmat qilish kerak. Shunaqa qilib tarbiyalaganlar bizlarni, ro'zg'orga tayyorlaganlar. O'zlari tandirda non yopardilar-da, yonlariga yana bizlar uchun kichkinagina tandirchalari ham bo'lardi. Biz o'shanda o'tirib onamning yonlarida o'sha hatto xamir qilishni kichkinalikdan boshlash kerak tarbiyada. Va keyin tandirga non yopishni ham o'sha bolaligimizdan o'rgatganlar. Kitobga bo'lgan mehrni ham onamdan olgan bo'lsam kerak, juda ko'p ertak aytardilar. Oqshom bo'ldi, onajon falon ertakda ayting, onajon nodon ertakda ayting derdik. Mana biyimdan ko'ra ko'proq ana shu katta ona deymiz endi, o'sha onam juda ham shunaqa tarbiyalaganlar. Shundan keyin kitobga juda ham mehrim baland edi. Bizni davrimizda men o'zi Qunduzak, Bashtepa mahallasining Qunduzak qishlog'idanman. Qunduzak qishlog'ida kutubxona yo'q edi. Kutubxonaga bo'lgan, kitobga bo'lgan mehrim ana shu Bashtepa qishlog'i 1,5 kilometr bo'lsa kerak. 5-6 sinfligimda ana shuncha joyga kelib, men kitob olib borib, o'qib, yana aytib berar edim. Va shunday qilib keyin o'sha kitobga bo'lgan mehrim meni oliygohga yo'lladi. Oliygohda 17 yoshimda men o'qish tugatgan bo'lsam, birinchi yilni o'zi o'sha oliygohga kirib ketganman. Matematika fakultetini, Samarqand davlat universitetini kunduzgi bo'limda o'qiganman. U yerda ham ustozlar, domlalarni ta'lim tarbiyalarini olganmiz. Sharipova degan ustozimiz bo'lardilar. U kishi juda ham ko'p narsalarni o'rgatdilar. Hattoki kiyinish madaniyatigacha, nutq madaniyatigacha, o'zini tutish, qiz bola qanaqa bo'lish kerak, to'y bo'lganda qanaqa muomala qilish kerak, estetika, etika jihatlaridan ham mana shu ustozlar bizga ko'p narsalarni o'rgatgan. Shularni nima deydi, tarbiyalarini olib, mana 4-kursni bitirayotganimda shu Fayziyev Sobir akaga sovchi borib turmushga chiqqanmiz. Bugungi yoshlarga bitta narsani aytaman. Biz sevishib turmush qurmadik. Lekin haqiqiy muhabbat oila qurgandan keyin bo'lar ekan. Biz ota-onamizni hech qachon ota-ona farzandini cho'qqa tashlamaydi, chunki ular ko'p narsani ko'rgan bo'ladi va o'ziga loyiq, o'ziga mos inson kimligini ular juda yaxshi biladi. Biz yoshlar yoshlik qilardik o'sha payt, fikr yuritishga yoki mulohaza qilishga. Shu ota-onamizni so'zlariga kirib kam bo'lmadik, Allohga shukr. Mana 3 ta farzandimiz bor, 2 qiz, 1 o'g'limiz bor. O'g'lim ham, qizlarim ham hammasi oliy ma'lumotli. O'qitdik, turmushga berdik qizlarni, Allohga shukr, yaxshi farzandlar, nabiralarim 7 ta. Behisob shukr. Ularni ham kitobga bo'lgan mehrga endi men o'zimni onamni eslab, men ham ular uchun endi harakat qilyapman. Kitobga bo'lgan mehrni yo'qotishga, mana bugungi davrda ta'lim olishning imkoniyatlari juda ko'p. Bizni davrimizda unaqa imkoniyatlar yo'q edi. Mana hozir repetitor deysizmi, internet deysizmi, boshqa narsa deysizmi,
har qanaqasiga u bilimni istagan odamda imkoniyat bor, topadi va o'qisa bo'ladi. Mana shu narsalarni nabiralarimizga aytyapmiz va bugungi mana hozir o'zim qariyb 20 yildan buyon maktab direktori bo'lib ishladim. Alloh nasib qilgan ekan, tuman hokimligida hokim o'rinbosari xotin-qizlar qo'mitasida ishladim 3 yil. Bularning hammasi hayot yo'limdagi o'sha darslar bo'ldi va bugungi kunda hozirgi yoshlarga, mana hozir qizlarimizga, yigitlarimizga hammasiga biz tarbiyaviy soatlar, ma'naviyat soatlarimiz bor. Juma kuni har kuni ma'naviyat soatida har haftada har xil sinflarga kirib, o'zini yoshiga mos tarbiyalardan, o'gitlardan, rivoyatlardan yoki hikoyalardan aytib, tarbiya haqida o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda o'rgatyapman. O'quvchilarim yomon emas, Xudoga shukr. Bizani maktabda unaqa nima deydi, erta tug'ruq yoki jinoyat narsalari yo'q. Albatta bu bizlarni o'sha mehnatlarimizga samara deb o'ylayman va ota-onalar yig'ilish qilamiz aytgancha. Ularga ham o'sha birgalashib, ota-onalar yig'ilishida bir namunali oilalarni chaqirib, siz qanday bu darajaga erishdingiz? Mana farzandlaringiz o'qimishlar qanday qildingiz? Hozirgi yoshlarga ham bitta shuni aytib bersangiz deb, bizlar ham o'zimiz ham mana shunaqa tadbirlarda o'tkazamiz. Va mana shunday qilib hayot davom etyapti.